Sandwich panel o'zi nima? Do'stlar, deyarli har kuni ijtimoiy tarmoqlarda bong urib, sandwich panel deb chiqyapsizlarda ham bilaman va sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Sandwich panel o'zi nima? Ushbu videoni oxirigacha ko'ring, sizlarga batafsil ma'lumot beraman. Sandwich panel bu 3 ta vazifani bitta mahsulotda jamlagan qurilish mahsuloti hisoblanadi. Do'stlar, oldimda turgan sandwich panel tom uchun bo'ladi, bunisi devor uchun bo'ladi. Sandwich panel o'zi nima degan savolga ikki taraf tunuka va o'rta utepleniya izolyatsion qismi penoplast, bazalt yoki poliuretan bo'lishi mumkin. Devorcha sandwich panel ham xuddi shunday. Sandwich panelning eng asosiy afzalliklarini sizlarga sanab o'tsam, tom qismi bitta mahsulotda, utepleniya izolyatsion qismi bitta mahsulotda va patolog qismi bitta mahsulotda bo'ladi. Devorcha ham shunaqa. Tashqi ichki fasad bitta mahsulotda va utepleniya qismi ham bitta mahsulotda. Hozirgi kunda qurilish zavodlari, korxonalar, ishlab chiqarish zavodlari, sexlar, omborxonalar hozirgi oxirgi 1 yil ichida juda ham ommalashib boryapti. Yashash uylarida ham odamlar sandwich panellar qurib bitkazishyapti. Shunday ekan, agarda siz ham sandwich panel ishlatmagan bo'lsangiz, albatta sandwich panel ishlatishingizni sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki juda ham ko'pchilik ikkilanib turgan odamlar bir marta sandwich paneldan kichkina qurilish qilgan bo'lsa ham, katta qurilishlarda ham keyinchalik sandwich panelga albatta ish olib topshirishyapti. Bizning kompaniyamizda hozirgi kunda penoplast hamda bazalt materialdan sandwich panellar tayyorlaymiz. Mahsulotimizga 10 yil kafolat beramiz. Dastavkalarimiz mutlaqo vodiy bo'ylab 300 kvadrat, Toshkent shahar bo'ylab 400 kvadratdan oshiq buyurtmalar uchun mutlaqo bepul do'stlar. Kimga sifatli sandwich panel hamda sandwich panel haqida batafsil ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma bersalaring bo'ladi va Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sandwich panel haqida barcha yangiliklarni sizlarga ulashib boramiz.